Hem de biz 1 oktyabr Xitoy tajovuz ishg'olchiligini 1 oktyabr kuniga qarshi namoyishni biz o'zgartib 12 oktyabr chiqargan qildik. Buningki ahamiyatini so'zlab bera olamsiz? Qancha vaqtim qoldi? Bugun eng oxirgi savol shu bo'ldi. Vaqtingiz 10 minut bor. Bo'ldi. Xo'sh, bu 10 ayning 13 kuni 49-yili bu Xitoyninki Ozodlik armiyasininki masxirlik nom bilan Ozodlik armiyasininki Sharq Turkistonga besib kirgan kuni. Bu kun biz uchun bir davlatni yo'qotgan bir elninki farzandlar uchun eng qayg'uli bir kun bo'ldi. Chunki bizning butun fojiasimiz mana shu kundan boshlangan, 10 ayning 12-sidan boshlangan. Onundan keyin qahramon Sharq Turkiston xalqi ayni vaqtda Xitoyning tajovuzchilariga bosh egmay kurash qilgan. Az sondagilar yasab jabdurulganlar Urumchida Janubiy qovoqning oldida Xitoyninki Afga askarlariga gul taqdim qilgandek ko'rinishi bilan xalq qo'llagan ozodlik armiyaning kirishini deb bunda bir propaganda qilgan bilan moyatda Sharq Turkistonninki boshqa rayonlarda xalq jumladan qahramon Sharq Turkiston xalqi asla bu tajovuzni qabul qilmagan. Xitoyning o'zining xabarlaridan ko'ra 150 mingdan ortiq Sharq Turkistonlik qarshilik ko'rsatkichlar taki 49dan 55 mush aralıqda 6 yil aralıqda turli shaklda bularga qarshi turgan. Hamda Xitoylar Sharq Turkistonga armiyalik, askarlik besib kirishda tayyorliqsiz kirmagan. Bular o'zininki askarlarni Pangdoxayning armiyasiga bu. Lanjuga ekilib, Lanju harbiy rayonining demisiga ekilib, aşağıda Sharq Turkistonning jug'rafiyasi, aholisi, urf-odati va tarixi haqida mingjuyish xarakterlik nurg'unlagan tarbiyani olib ma'lum. Hatta ular Shimshiseyninki Yang Zixingninki Uyg'urlar haqida yozgan asrini o'qigan, ta'lil qilgan. Shundaq deyilganki, sizlar kirdigan bu davlat dushman rayoni. Bu rayon bizning bo'ladi. Abadiy bizning bo'ladi. Ammo biz bu yerdagi musulmon xalqninki bizga qartilgan turli shakldagi qarshiliklarni behuda ziyoda oshirib etmaslik uchun avval bularga kuyunib qo'ldak ishlab beramiz. G'ururuna tushmasinki, bu bizningki yerli xalqning ko'nglini utib, ularni bexutlashtirib, ularni armiysizlashtirib, qurolsizlashtirib, oxirisi butun Sharq Turkistonga futbollarimizni to'liq tiqib qo'yguncha bo'ladigan vaqtli bir taktika. Strategiya shuki, adaqqa nishonimiz butun Sharq Turkistonni o'zimizningki mustamlikasini ostiga ilish deb qaralgan. Shuning bilan biz ko'ramizki, Xitoyning askarlarininki heliqi xushchiroy, heliqi yavash, heliqi bizningki nimalarga farishdek, heliqi nimalari bir yovuz bir iblisninki xuddi nimaninki farishtalar qiyofasida bizning ko'zimizga ko'rinib, ko'zimizni g'alati qilishi bo'ldi. Shundaq qilib turib bu Xitoylar shu qadar o'yinni o'ynab tursa-mu, yanalla tajovuzchilikni hargiz o'ziga ravo ko'rmaydigan shu Sharq Turkistonlik xalqimizningki ko'zini bo'yayanmidi, ular qarshi turib keldi. Keyin biz bilamiz, undan keyin oxirgi ziyoli ikkinchi jumuriyatdan qolgan bir turkum ziyolilar oxirgi Xitoy markaziy hukumatiga xat yozib, o'zining va'dasi turishini talab qiladi. Va'da nima edi? Biz Sharq Turkistonga kirgandan keyin Xinjiang deydi ular.
kirgandan keyin bu yerda biz sotsialistik davlatni qurib beramiz, anadan keyin chiqdimiz. Biz internasional yoki xalqaro kommunizmning bir qismi. Şinjanmı şuna bir kısım buludu deyildi. Yani şunda turib, Naci Sagak, Şarkı Türkistanlık ziyalilar ve harbiy erbablar ve ijtimoiy erbablar bunun suiqasdligini bilganlik uchun Xitoydan nati yo'lliq shaklda va'da turishni talab qiladi. Ammo tumaydi Xitoy. Tumaydi emas. Bu xatni yozganlarninki hammasini degidek yig'ishtirdi. Ammo bu xat qatnashgan, ammo yig'ishtirilmaganlarning hammasi Uyg'urlarninki eng chong satqinlarga aylandi. Yani ikki narsa bo'ladi. Xitoy qarshi turganlar vayron qilinadi, qarshi turganlar saqlanib qilib, zakiroqlar qadar. Bu keyingi davomlashadi. Shunga gapingiz gap qaytib kelib savolga javob bersam, 10 ayning 12 kuni mohiyatda bizningki armiyalik uzil kesin mustamlik qilinganligimizningki bir nimasi. Bir kuni. Shuning uchun bu kunda o'zimizningki haqiqiy mustamlik kunimizni 10 ayning 12 kuni deyishga bo'ladi. Ham shunday qilishga chaqiriq qilaman. Hamda ma bizningki Salih Xudoyor efendim hükümetimizdeki tashqi ishlar ministerimiz Salih Xudoyor efendimninki CIA'ninki Amerika Markaziy axborot idorasi ayni vaqtdagi bir hujjatini e'lon qildi. Nimada yani u hujjatda deyilishicha Sharq Turkiston xalqininki Xitoyninki zulmini qabul qilmaganligi har bir Sharq Turkistonlik bunun qarshi ekanligiga oid bir ushurlar bor. Bu bir politik bir dalil. Yani Xitoy nima deb kelgan bizga desa biza har millat xalqi bizni himoya qilgan degan gapni biz kichkimizdan tatib anglab cho'ngan biz. Xuddi biz tajovuzchilarni uyimizga mehmonga chaqirib, o'sha uyimizda shular vakolat bergandek gapni qilib bizni aldab kelganda, biz bu gapning yolg'onchilik ekanligini mana bu xil shakldagi hujjatlar orqali isbotlay olamiz. Biz hech zamon mustamlikini o'zimizga ravo ko'rgan emas, ham hech zamon ravo ko'rmaymiz. Shunga oxirgi gapim Sharq Turkiston sürgün hukumati nomidan hammalarninki mana shu bizningki 20-asrdagi eng qayg'uliq, eng qora kunimiz bo'lgan 10 ayning 12 kuni dunyoning har qaysi joylarida o'zingning chami yetgan shaklda bu kunni xotirlashinglar va bu bizga bu kunni beshimizga sog'an mustamlikchi bo'lgan Xitoy hukumatiningki sizlar turayotgan yerlardagi turli vakillik organlari va institutlarga qarshilik bildirishinglarni talab qilaman. Gapim tugadi. Rahmat. Naytni to'liq tushuntirib berdingiz. Amaliyotda Xitoylar 1949-yildan 1954-yilgacha o'ziga qarshilik ko'rsatdi degan nom bilan 150 ming Sharq Turkiston xalqini o'ldirgan. Xitoy g'alchisi Burxon shohidi buni 1954-yil 3-oyda Urumchi radiosida so'zlagan. So'zida biz Burxonni bir chog'larda Uyg'urning u nimasi bu nimasi deb yurdik-ku biz ahmoqlar. Uyg'urning eng chong xoini shu. Endi bu bizning motam kunimiz. Buningda Amerikada biz namoyish chiqimiz deb tayyorlik qilib shuni e'lonlarni berdik.